Assalomu alaykum. Mavzu: media madaniyat va innovatsion pedagog texnologiyalar. Rejamiz: birinchi reja media madaniyat tushunchasi va uning zamonaviy jamiyatdagi o'rni. Ikkinchisi, innovatsion pedagog texnologiyalar mohiyati va turlari. Uchinchi rejamiz: amaliy misollar va samaradorlik omillari. 21-asrda insoniyat hayotining barcha jabhalarida axborot va raqamli texnologiyalar keng qo'llanilmoqda. Shu jarayonda ta'lim tizimi ham zamonaviy texnologiyalarga asoslanmoqda. Ayniqsa o'quvchilar va talabalar uchun media vositalar bilan ishlash madaniyatini shakllantirish va zamonaviy pedagog uslublarni qo'llash dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur referatda media madaniyat va innovatsion pedagog texnologiyalarning mohiyati, o'zaro bog'liqligi va ta'limdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Media madaniyat tushunchasi va uning zamonaviy jamiyatdagi o'rni. Media madaniyat bu ommaviy axborot vositalaridan ongli va tanqidiy foydalanish, axborotni baholay olish va undan to'g'ri foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishdir. Bugungi yoshlar internet, televizor, ijtimoiy tarmoqlar orqali har kuni katta miqdorda axborot qabul qiladilar. Shu sababli ularda tanqidiy fikrlash, axborotni tahlil qilish, media manipulyatsiyalarini aniqlash kabi ko'nikmalarni rivojlantirish zarur. Media madaniyat, shuningdek, axborot xavfsizligi, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va madaniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiya berishni o'z ichiga oladi. Innovatsion pedagog texnologiyalar mohiyati va turlari. Innovatsion pedagog texnologiyalar bu o'qituvchilarning o'quv jarayonini samarali tashkil etish maqsadida zamonaviy ilmiy yondashuvlarga asoslangan metod va vositalarni qo'llash hisoblanadi. Bu texnologiyalar quyidagilarni o'z ichiga oladi: interfaol metodlar, muammoli ta'lim texnologiyasi, loyiha asosida o'qitish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, onlayn ta'lim platformalari, raqamli ta'lim resurslari. Ular o'quvchilarda mustaqil fikrlash, ijodkorlik, tanqidiy tahlil qilish kabi muhim kompetensiyalarni shakllantirishga yordam beradi. Media madaniyat va innovatsion texnologiyalarning ta'limdagi o'zaro bog'liqligi. Media madaniyat va innovatsion texnologiyalar bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Innovatsion texnologiyalar yordamida media kontentlar tahlili darsga tatbiq qilinadi. Ijtimoiy tarmoqlar, videoroliklar, interaktiv ilovalar ta'limga integratsiyalanadi. O'quvchilar o'zlari ham media mahsulotlar yaratish orqali chuqur o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Media madaniyatli shaxs tarbiyasi yo'lga qo'yiladi. Bu yondashuvlar ta'lim samaradorligini oshiradi. Ayni paytda yoshlarning media makonda erkin va mas'uliyatli harakat qilishiga zamin yaratadi. Amaliy misollar va samaradorlik omillari. Ta'limda YouTube platformasidan fanlarga oid vizual materiallardan foydalanish, o'quvchilarga prezentatsiya, blogpost, infografika tayyorlash topshiriqlari berish, simulyatsiya va virtual laboratoriyalar orqali fanlarni chuqur o'zlashtirish, darsda kritik fikrlash mashqlari orqali media tahlilni amalga oshirish. Bu yondashuvlar o'quvchilarning ishtirokini faollashtiradi, ularni zamonaviy axborot muhitiga moslashtiradi. Xulosamiz: media madaniyat va innovatsion pedagog texnologiyalar ta'limning ajralmas bo'lagiga aylangan. Ularning uyg'unligi nafaqat ta'lim jarayonini boyitadi, balki yosh avlodga axborotga nisbatan ongli yondashuv, mustaqil fikrlash, mas'uliyat hissi va zamonaviy bilimlarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Har bir zamonaviy pedagog bu imkoniyatlardan to'liq foydalanishni o'z ustida doimiy ishlashi lozim. E'tiboringiz uchun rahmat.